Oxirgi videoni qo'yganimga ham bir kun bo'pti, lekin u video deaktiv meni uncha qoniqtirmadi. Короче, bugungi videomizda biz sizlar bilan fake hacker qanday kanal ekanligini gaplashamiz. Bu kanal qanday kanal ekanligini bir boshidan tushuntirsam, juda ham uzun bo'lib ketadi. Shuning uchun men sizlarga qisqa va lo'nda qilib tushuntirib beraman. Xo'p, короче tak, fake hacker bu hackerning 3-kanali. Mening bu gaplarimdan keyin bitta-ikkita ahmoq mening kommentimga kirib olib, ahmoqona so'zlar, ya'ni yoki degan so'zlarni yozmasdan, asabimni buzmasdan, iltimos qilaman, asabimni buzmasdan yaxshi gaplar yozasizlar degan umiddaman. Короче, bugungi video ham qisqa bo'ladi. Hammaga xayr, sizlar bilan men Darnlovjon bo'ldim. Agar shu videoga 10 ta like to'plab bersangiz, shu kanalda Herobrine haqida qo'rqinchli faktlarni chiqaraman. Короче, sog' bo'linglar. Hammaga xayr.